food truckda fast food biznesini boshlash uchun qancha ketadi? Bugun ikkita biznesni obzor qilamiz. Videoga like bosib oxirigacha ko'ringlar. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Food truckda fast food biznesini noldan ochmoqchi bo'lganlarga bitta zo'r tushuntirib bering, aka. Xo'p, food truckimiz $7000 turadi. Ichidagi texnikalari taxminan $1000 ga yaqin turadi va bu food truckimizning orqasida mangalimiz, ya'ni qo'ramiz bor. Tabiiy qo'rada qilamiz. Umumiy olganda 9,5 ming, 10 ming atrofida ketadi. Agar byudjetni xohlasa, buni 3-4 mingga yasattirsa ham bo'ladi o'zini. Endi ikkinchi biznes Fresh Bar obzor qilamiz. Voy, brendni ham yorib вообще zo'r chiqibdi-yu. Nomi ham vashsheda, aka. Bu joyni ham bitta obzor qilaylik. Bo'l. Xo'p, budkamizning o'zi 5000 turadi taxminan. Ichidagi texnikasi asosan kofe apparatimiz, kofe molkasi bilan, u ham taxminan 3,5 ming, 4 ming turadi. Undan tashqari yana mayda-chuda texnikalar bor, konditsioner, yo'q, endi hamma o'zini jelanasiga qarab turib qo'ydiradi. Uni ham taxminan $500 ming. Xo'p, yana nima? Poster sistemalarimiz bor. Umumiy hisobda qancha bo'ldi shunda? Umumiy hisobda bunga ham taxminan 10-12 ming atrofida ketadi. Baribir hamma odamning o'zini prixitidan kelib chiqib turib расходы bor. Va reklama ham вообще katta. Bunga qancha ketgan? Xo'p, umumiy hisobda reklamamiz uchun umumiyda 2,5 ming, 3 mingcha ketdi. Gap yo'q. Xullas, xuddi shunaqa biznes ochmoqchi bo'lsanglar, $5000 dan $10,000 gacha расход qilsanglar bo'ladigan, budjetni qilmoqchi bo'lganlar bundan ham arzon qilsa bo'ladi.